arab adabiy tilini o'rganish kerakmi yoki muayyan mintaqaning lahjasinimi? Arab tilini o'rganish jihatidan ikki qismga bo'lib olsak bo'ladi. Biri fusha, ya'ni adabiy til, rasmiy til. Ikkinchisi esa lahja, ya'ni bizdagi sheva ma'nosini anglatadigan so'z. Fusha bu Qur'oni Karim va hadisi sharif va butun ilmiy kitoblar yozilgan til, ya'ni adabiy til. Va hozirgi kundagi butun Arabiston yoki arab diyorlaridagi, arab mamlakatlaridagi butun televideniya bo'lsin yoki gazeta bo'lsin, butun hammasi mana bu fusha tilida olib boriladi, fushadan foydalaniladi. Lahja esa bu kundalik hayotda qo'llaniladigan so'zlar jamlanmasi, ya'ni mahalliy aholi o'zlarini oldi sottisi bo'lsin, keldi ketdisi bo'lsin, mana bu holatlarda o'zlarini lahjalaridan foydalanishadi. Buni O'zbekiston miqyosida aytadigan bo'lsak, o'zbek adabiy tilimiz bor o'zimizni. Undan tashqari har bir mintaqaga xos bo'lgan, Toshkent uchun alohida Toshkentning o'ziga xos shevasi bor, Xorazmda o'ziga xos shevasi bor, Andijonni o'ziga xos shevasi bor. Mana bular arab tilida lahja deyiladi va arab tilida ham bir qancha lahjalar bor. Ulardan eng mashhurlari Misr lahjasi, Shom lahjasi va Xaliji yoki Hijoz lahjasi deyiladi. Bular eng mashhur lahjalar hisoblanadi. Bular mahalliy aholi kundalik hayotda ishlatadigan so'zlardan tashkil topgan til hisoblanadi. Endi qaysi birini o'rganish maqsadga muvofiq deyiladigan bo'lsa, avvalo fushani o'rganish zarur hisoblanadi. Bunga bir qancha sabablar bor. Birinchidan, har qaysi kitobni o'qimoqchi bo'lgan odam yoki televideniya tomosha qilmoqchi bo'lsin yoki har qaysi bir jurnalni o'qimoqchi bo'lsa, albatta fusha tilini o'rganishi lozim bo'ladi. Ikkinchidan, fushani o'rgangan kishi agar arab davlatlarini har qaysinisiga boradigan bo'lsa, o'sha joydagi insonlar bilan bemalol muloqot qila oladi va ularga fikrini yetkaza oladi. Uchinchi sabab esa, har bir lahjani o'rganmoqchi bo'lgan odam avvalo fushani o'rgangan bo'lsa, ana o'sha fushaga tayangan holatda lahjalarni o'rganishda fushaga tayangan holatda o'rganishi oson bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, avvalo fushani o'rganing. Keyin esa o'zingiz safar qilmoqchi bo'lgan yoki o'zingiz sayohat qilmoqchi bo'lgan arab diyorini lahjasini tanlab, ana o'sha lahjani o'rganishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi.